Hürmetli vatandaşım, ben de işe kız gap kılaylı. Biz yoğun leksiyelerini sözlep geldik. Bir yerde oturup çıkıvatkan bir mesele hazır ahır çekmeyinde oldu. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bir xatarlık komiteti Amerika Koşmuş Ştatları tapşıran kararla eğer tasdiklansa o çıktığınızda Çavuşan'ın kimi parıktırın tosup tekşürüş. Eğer bu tasdiklanmasa Amerika Koşmuş Ştatları'nın Maliye Ministeri Mohin etkandık. Çavuşan bilen soğudu kılıvatkan barlıq devletlerde soğudu münasibetlerini üzür. İşki yol. Çavuşan mesela şunun gel. Endiki Leyli Cu Efendi, Xitay Efendi, Beycan Birleşme Üniversitesi'nin Tatkikat İnstitutu'da işleydiği yaşının başlığı Cu Efendi nemi depti? Bugünkü Çavuşan meselesi Yalta sistemimizden kalıp kalgan mesele. Bugünkü Tayvan meselesi hem Yalta sistemimizden kalıp kalgan mesele. Yeken kalbisi de Çavuşan meselesi hal kılındığın bolsa şunun koşulup da Tayvan meselesi hal kılınış gerek. Hürmetlik Cu Efendi, aynı çağda çok karısla Yaltıcığını eçilganda Sillige Manjuriyani koşup bergendeyme. Şellima, anan diken Uyg'uriston degan davlatni yengil mustaqillik jakalagan davlatni boshqa dunyodagi davlatlar e'tirof qilishi zarur bo'lgan davlatni munqariz qilib, uning qon to'kib, okop qo'chishib, qo'lga keltirgan davlat qurishdan iborat natijalarni yo'q qilib, Xitoyga qo'shib bergan edi. Bu qatim endi Çavuşan masalasini hal qiladigan bo'lsa, Yaltadan qilib qolgan masala bo'lganligi uchun, shunchaqli Tayvan masalasini Yaltadan qilib qolgan masala bo'lganligi uchun, Çavuşan masalasi hal qilinganda, Yaltadan qilib qolgan qo'shimcha masala Tayvan masalasi hal qilinib, Tayvanni o'z ixtiyori bilan yoki bir parcha hujjat bilan yoki bir parcha bir ishga gap bilanlar endi sizlarga qo'shib berdik deydigan vaqt keldimi Cu Efendi? 70 yıl oldu. Yalta sistemimiz ahırlaştı deyildi Germaniyada. Avrupa'da ahırlaştı deyildi. Ahırlaşkanlık kandak oldu Germaniya ile haklık yosundu. Garbi Germaniya birleşti. Bugün deyilger Asya'da Yalta sistemimiz ahırlaştırgan bolsa, Cu Efendi xuddi sizlarni deganlardek bo'ldigan bolsa, o vaqtda Çavuşan birlik keladi. Birlik kelish meselesi de hazır Amerika Qo'shma Shtatlari qanday siyosat tutish mumkin. Biz Davlat Mudofaa Ministri James Mattis'in sözünü aytdik. Bizden bir devletle aqdırıp etish niyetimiz yok dedi. Lekin agar zaruriyat bo'ladigan bo'lsa, dedi, gapni ochiq aytmadi, yoshirin qo'ydi. O vaqtida Çavuşanni tugasak, demokratik davlatga aylantirsak, o vaqtda Shimoliy Çavuşan bilan Janubiy Koreya ikkisi birlashadigan bo'lsa, bu yerda butun Koreya o'tirg'i chiqadi, Çavuşan masalasi hal bo'ldi degan bo'ladi. Çavuşan meselesinden hal buluşu ahırki hesaptan bana şundak bulunur. Lekin Kim Jong-un, Çavuşan'ın başlığı Kim Jong-un nemi çotusu kuvveti doğduysunuz? Hazır ben halkara yadro kuralları kilobaga azabılıman. Ben yadro kuralları meselesi de Amerika Qo'shma Shtatlaridan tang o'ltirib, tang qopaman. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan suhbat qurish to'g'ri kelsa, avval mushu masalani hal qilish kerak. Bu asl masala hal bo'lmaydi ekan, men davomli yadro qurollarini sinaq qilaman degan yerga kelganda. Bu faqat biz qiyos bilan farazlan qilayotgan tahlil, lekin xalqaro yadro klubiga kirman deganligi Çavuşanning biri. Endilikdagi so'zga kelaylik, hurmatli vatandoshim, sizningcha Yalta sistemimizden qilib qoldi degan so'zni boshida aytdik. Bizim to'g'ri to'xtamay so'zlab kelyapmiz. Xudo ömrimizni bas, ya'ni biz davomli so'zlaymiz. Yalta sistemimiz davomli so'zlaydigan masala, chunki 20 milyon millat Uyg'ur qirg'an davlatni munqariz qilgan sistem bo'lg'ach davomli so'zlaymiz. Endi kelayli, agar Çavuşan meselesi hal bo'ladigan bo'lsa, o vaqtda Tayvan meselesi qo'shimcha hal bo'ladigan bo'lsa, xo'sh, Uyg'uristonning yangi qurilgan davlat 3-chi qatim qurilgan jamhuriyatni e'tirof qilib, elinglar, ma davlatni elinglar deyish kerakmi yo'q? Masalan, Uyg'uristonning setilishi meselesi Jonghua Xalq Cumhuriyatining qurilishiga qo'shdi. E'tirof qilib baq. 1944-yil Uyg'ur davlat qurdi. Sen 1950-yil jakalading sen. 49-yil 10-yil jakalading sen. Uyg'uristonda davlat qurilib 5 yildan keyin Jonghua Xalq Cumhuriyati degan davlatga jakalading sen. Demak, sening davlat qurishingga yordam qildi Uyg'ur, yordam qildi emas, majburlandi. U o'zining davlatini yo'qotdi. Davlatini yo'qotish badaliga sen davlat qurding. Oxirgi hisobda oilanib kelib Uyg'uristonni sen mustamlik qilib berdi. Tarix mana shu bor. Endilikda qaysi yo'llar bo'lish kerak? Sen Tayvanni hal qilib, Tayvanni o'zing qo'shib olishdan g'amada juramsan, Cu Efendi.
Lekin bir og'iz gapinga qo'shilishga to'g'ri qildi. To'g'ri aytishgan. Hozir Yevropada yaltı sistemasi oxirlashdi. Endilikda Osiyoda yaltı sistemasi yo'shurida harakat qilyapti. Demak, hozir bu yerda uyg'unish, bu yerda ko'tarilish, vaqt kelgan hamon bu hisob, kod hisob, yangi hisob o'xshashda o'ttirg'i chiqadigan hisob bo'ladi, hurmatli vatandoshlar. Endilikda gap hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Çavuşenga hozirgacha aytgan vaqtda ham tinch yo'lda hal qilishni, diplomatik yo'lda hal qilishni ta'kidlayapti. Hamma narsa ustal qo'yilib bo'ldi deydi. Urush yo'li bilan hal qilishni o'ttirib qo'yibotdi. Shunda ahvol ostida gap hozir Çavuşen tanlashga duch keldi. Çavuşen tanlab olish kerak. Endi bugungi Amerika Qo'shma Shtatlarining bugunlardan deyli bexatarlik komitetiga yo'llagan yuqori qaror loyihasini so'zga qarasangiz, biz Çavuşenning kema parxatlarini to'sib, ochiq dengizda tekshiramiz deydi. Bu endi jiddiy bir qadam. Hurmatli vatandoshlar, bu jiddiy bir qadam. Agar bu bexatarlik komitetida ma'qullashda o'tmasa deydi. 1962 yil Kuba krizisi yuz bergandek, ya'ni shunday bir krizis, ya'ni ayni chog'da Prezident Kennedy Kubani qamal qilish tek bir ishni qilgan edi. Bu qatim agar halqa qaror loyiha ma'qullikda o'tmasa, bizmi Çavuşenni qamal qilishni yo'l qo'yamizmi, qo'ymaymizmi? Agar Çavuşenni qamal qilishni yo'l qo'yishdan iborat ochiq dengizda shunday ish yuz beradigan bo'lsa, nima dedi xabarda? Bu demak urushdi. Bu urushga barobardi. Urush qilishga barobardi. Cumhuriyet meydanı nime? Onu siz bilmeyiz. Hazır bu Çavuşen meselesi hal qilishda ayaqda kelib turib, Çavuşen meselesi hal qilgan kun tartib keldi degandek, CHP'nde nima deydi? Tayvan meselesini hal qilamiz. Her ikisi Yaltadan kelib qolgan mesele edi. Xo'sh, CHP'nde şu Yalta sizga siz ataydigan Şinjan degan rayonni qo'shib berganingiz, biz ataydigan Uyg'uriston degan rayonni qo'shib bergan. Bugün Yalta sistemisi to'xtalganingiz va uni chunqurroq, konkretroq so'zlamasingizmi, ya'ni qisman bo'lsa konkret so'zlab bizning samimizga selib qo'yganingiz uchun javobanda sizga ko'p rahmat. Demak, hozirgi vaziyat, Çavuşen qartilgan vaziyat nuqtasidan aytganda, hurmatli vatandoshim, ish qayerga kelibdi? Qaror loyiha Nikki Haley xonim bexatarlik komiteti, ya'ni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Amerika Qo'shma Shtatlarining doimiy turishliq vakili Nikki Haley xonim 15 davlatga navbatdagi bexatarlik komitetiga a'zo nima? Bexatarlik komitetining navbatdagi 15 davlati doimiy hay'at emas, doimiy hay'at boshqa qarorni topshiribdi. Qaror hal qilinmasa, eng oxirida nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministrligining ministri Mohin nima dedi? Biz ma'muriy buyruqni tayyorlab bo'ldik dedi. Agar bexatarlik komitetida biz o'tirib qo'ygan qaror loyiha ma'qullikdan o'tmasa, biz albatta uning o'rniga ma'muriy buyruq bo'yicha Çavuşen bilan savdo qilayotgan barliq davlatlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo munosabatini uzib tashlaymiz. Yani tünün söz degan 2 kun burun söz degan sözümüzün vaziyat doğru söz bilen bugünkü vaziyat doğru sözümüzni tahlil qilib, analiz qilib, bir-biriga sintezlab qo'shib, selishtirib, siz ondan idea chiqarib ola olasiz. Oxirida hurmatli vatandoshimga aytib qo'ydigan shunday bir so'zim borki, hurmatli vatandoshim, biz nima cho'ng davlatlar o'tirisidagi masalalarga qiziqib qoldik. Şu narsaga esingizga kelsinki, biz bu olamda mush hayotimizni va o'zimizning turmush muhiti doirasi yoki matbuot muhiti doirasi ko'rib turdig'imiz o faqat bir qisman hodisalar. Cho'ng davlatlar o'tirishga munosabatlarning mohiyatlik taraflariga so'z biz tahlil qilib yetib borolmaymiz, hurmatli vatandoshim. Biroq ayni chog'da 20-asrning 40-yillarida sizning davlatingiz mustaqillik jakarlagan davlatingiz Uyg'uriston, shu vaqtida Sharqiy Turkiston, shu vaqtida xalqaro savdoga, siyosiy savdoga yoltig'a tushib qolgan ekan. Demak, cho'ng davlatlar o'tirishga munosabatlarning o'zgarishi bugunmi ham shunday bir o'zgarish davri kirib kelsa, Uyg'uriston masalasining bir taraf qilinishi, hal qilinishi kun tartibga kelamikin deb biz cho'ng davlatlar o'tirishga munosabatlarni tahlil qilyapmiz. Bu munosabatlar intayin cho'nqur.
intayin köp katlamlı koludu. Çoğun devletler oturusidagi münasibetle, o devlet dairesi elip verildiğin münasibetle siz bizden çok tahlil kılıp bir netice erişelişimiz mümkün emas. Biroq şu narsaga diqqat qiling ki, hozir bu devletler münasebetini tashkillayotgan asosiy omillar nima? Bugungi kunda savdo, tijorat aloqalari cho'ng davlatlar o'tirisidagi. Shundaqla harbiy ishlar aloqalari cho'ng davlatlar o'tirisidagi. Shundaqla diplomatiya sohasiga mansub bo'lgan cho'ng davlatlar o'tirisidagi geopolitik siyosiy hodislar cho'ng davlatlar o'tirisidagi. Eng muhimi bugungi shu var. Cumhurluklarning o'tirib qo'yayotgan shuari nima? Bu yil 1-oyda Davos yig'inida nima dedi? Prezident Trump saylanibdi, ha? Aqsaray kirmay turib, bu qadim Davos yig'inida Cumhuriyet apandilar nima dedi? Biz dunyoga rahbarlik qilamiz. Bu albatta Cumhuriyetlarning tushi desa bo'ladi. İkinci qatam nima dedi? Biz iqtisod sohasida manchi kunda ancha yilda Amerikani qo'g'lab o'tib ketamiz. Amerikaga yetib olamiz dedi. Bu bir tushkurishning bir xil shakli. Demak, anaqadagi 3-chi qatam nima dedi? Dunyoga kim hukmron bo'lish kerak? Dunyoga kim xo'jayin bo'lish kerak? Bu jaranglik shuar hozirdan boshlab Cumhuriyetlarning daftari va qalam bilan dunyoga chiqdi. Gerçi diplomatiya sohasida Tashqi ishlar ministrligining og'zida bu gaplar ko'p chiqmasimi, to'g'ri betlarda, yoziqlarda va boshqa yerda bu gaplar ko'payishga boshladi. Zodi dunyoga kim hukmronlik qilish kerak? Kim xo'jayin bo'lish kerak? Dunyo shunga odatlandiki, Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan toki bugungacha, hozirgi daqiqagacha dunyoga Amerika xo'jayin bo'lib, Amerikaning xo'jayin bo'lib kelishi harbiy hukmronlik emas, yoki iqtisodiy hukmronlik emas, yoki siyosiy hukmronlik emas. Amerika hozirgacha dunyoga axloqiy jihatdan o'lgu bo'lib keldi. Hozirgacha dunyoning tartibini yangi tartib deb ataldi. Amerika Qo'shma Shtatlar qo'g'lab keldi. Demak, shundoq vaqt kelganda endi Osiyoga kim hukmron bo'ladi? Osiyoda kim akan qarag'ay birinchi bo'ladi degan savolni o'ttirib ko'tarib chiqib, anaqadan dunyoga kim hukmron bo'ladi? Dunyoga kim xo'jayin bo'ladi degan savolni ko'tarib chiqib, davlatlar o'ttirisidagi munosabatlarni yiriklashtirishning oqibati oxirgi natija shu bo'ladiki, cho'ng davlatlarning diplomatik munosabatlari doirasidagi geopolitik siyosatga berib taqaladi. 1940-yili geopolitik siyosat Manjuriya masalasi Uyg'uriston